Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar tovondan mashkal boshgacha. Onangni emgurlar. Dadajon, qaribim qo'yilmas ekan sizda. Yosh bolaga o'sha pomidor sanab o'tirishingizni qarang-da. Keling siz bilan bitta erkakchasiga gaplashib olaylik. Ye onangni emgir. Kelinim ulimdan mujik. Nima gaping bor, gapiraver. Xullas, hamma pensiyangizni Rohat xolamga tashiyotganingizdan xabarim bor. Voy, o'ldim. Bir hafta meni aytganlarimni qilsangiz, Rohat xolam o'zim sizga kelin olib kelib beraman. Jonim kelinim. Hamma narsaga tayyorman. Uylansam bo'ldi. Faqat bu gaplarni o'g'lingiz bilmasin, tushundingizmi? Bo'ldi gap yo'q. Ona qizim, o'zimga super kelak kuyib svarka qilib beraman. Qanday burger? Mash barbekü burgerinchi zo'rda o'lim. Ona qizim katta qamoq. Turay choy damla. Ha, dadajon. Nimagadir 2 kundan beri tinmay choy damlagim kelyapti. Bitta damlachi xana chiqar kuni. Sini traktor представляет. 4 kun qoldi joningdan rohat oy. Yaxshilab arting dadajon, hali ishlar ko'p. जरा सा झूम लो मैं जरा सा घूम लो मैं आ तुझे चूम लो मैं Hamma kirlarni pirato'la olib chiqing kelin. O, 2 kun qoldi, 2 kun. Kecha gaplashdim-ku, nimaga o'ladi? Ona qizim bitta tuzini ko'rib. Hey, yig'layapsiz? Qarindoshimiz o'lib qopti. Hammamizda boshimizda bor-ku. Sabr tilayman. Kim o'libdi, ona qizim? Rohat xolam o'libdi. Ilohomin joylar jannatdan. Nima? Men rohatim o'libdimi? Nimaga o'ladi? Shum qadam kelin, bir haftadan beri it olib meninglarda ishlaringni qilyapmanmi? Nimaga o'ladi? Menga rohat topasan, tushunding, bilmayman. Hamma joyda qoramini chiqarib, baqir-chaqir qilib qoraman. Biqillataman topmasang, rohatini ko'raman deganimda pishibdi-da. Bo'lmasa men rohat oldi ko'masdan. Men ham o'zimni o'ldiraman. Ana mashina ham qulplandi. Nodir aka, mashina o'zingiznikimi? Ertaga to'ydan keyin boshqaniki bo'lib chiqmaydimi? O'zimniki. Kipriging o'zingnikimi? To'ydan keyin boshqaniki bo'lib chiqmaydimi? Qalay bo'lar ekan? To'yimizni qayerda qilamiz? Viloyatda dang'illama qilib qilamiz. Toshkentda qilaylik. Toshkentda qilsak, bunday chacha ektirib olishim kerak-da. O'rtoqlarning oldida krasavchik bo'lib turishim kerak. Soch ektirmaysiz, menga shu turishingizda yoqasiz. Onangni ham girdi qizi, diding zo'rda chataqsan, ketdik yur. Assalomu alaykum aka. Assalomu alaykum. Bitta cho'tki kiyov kurtka qilib bering aka. Kankiras Brendroz do'konimizda skidka bo'lyapti. Lubo kurtkalarimizni narxlari 189 mingdan. Uzunidan qilib bering, bellarda o'rab tursin, belni baqot qilay yaqinda to'yimda. Aka, to'yga kiyishga, to'ydan keyin kiyishga bosh oyoq sarpo bormi? Brendroz do'konimizda lubo narsa topsangiz bo'ladi. Shim, oyoq kiyim, shalvar, vitrovkalarni lubo 99 ming so'mdan bu skidka 2-dekabrgacha amal qiladi. Buni tezroq yechiladimi aka? Nega? To'ydan keyin uyga tez kirib chiqaman-da. Shahnoz, kimga qarayapsan? Akam. Akang bo'lsa yur tanishtir. Yo'q, akamni jahli yomon. Akam boksyor. Siz turib turing, hozir kelaman. Assalomu alaykum. Shahboz aka? Shahnoz? Kim u bola? Akam. Akang bo'lsa yur tanishtir. Yo'q, akamni jahli yomon. Akam boksyor. Akasi bo'lsa kakras ko'ngli yo'l topadigan payt. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Sizsiz, sog'liqmi? Sizni shunaqa baxtli qilaman. Hayotda maza qilib yashang. Akasimisiz? Yigitiman. Men yigitiman. Siz akasiz-ku. Boksyormisiz? Siz boksyorsiz. Jahlingiz tezmi? Sizni jahli birontan to'g'ri chiqmayapti-ku. Shahnoz, demak senga kallar yoqar ekanda? Ko'ylakka to'yasanmi Shahnoz o'zi sen? Nodir aka, bir oydan beri shu ko'ylakni olishni kutib yuribman. Ha, yur bo'pti. o'zi bitta qolgan ekan Saloh aka shunda olamiz ketamiz Yakshanmi olishing kerak shuni, dam oladigan. Yur endi tez. Voy, xuddi men xolaga rangdan o'zi bir donagina qolgan ekan. kechirasiz mana shuni ovatini oling Men olib bo'ldim. man kassasiga to'lovini qilib bo'lganman-da O'zga narsangiz bo'lmaydi. voy o'zingiz ham cho'tka emas ekansiz 05 0 baqqolab gaplash kerak sen bilan Sen bilan gaplashib bo'lmasa, sen bilan yigitim gaplashadi. Nodir aka. ha Nodir akami sendagi bor yigit menda ham bor Saloh aka Ha, Shahnoz nima baqir-chaqir qilyapsan? Nodir aka, men bu televizorga ayting, men bu ko'ylakni biz olamiz, tushunmayapti gapga. Saloh aka Ey! 15 minutdan beri shu yerda turibman. Pastga ham prosta qarash kerak. Razisamiz bormi bilasan? Nima muammo? xullas men 05 ga yeting ko'yningni biz olamiz Ey, 05 demayli, sal xijolat bo'laman deb boshqa narsa desa bo'lmaydimi? xullas hal qiling mujiksiz Ha, mikro mujik, qizlarni aralashtirmay ko'chada erkakcha gaplashib olamizmi?
Gaplashaveramiz. Kabriolet bosh. Ketdi. Aka, mikromujik deganimga xafa bo'lmang. 1,5 millionlik ko'ylakni men hayotda qizimga olib bermayman, tushundingizmi? O'z oyligim 2,5 million bo'lsa, men ham qizimga olib berayman bu ko'ylakni. Sen o'zing olib ber. Aka, mana shu qiz bilan tanishganimdan beri boshimdan bitta ham chach qolmayapti. O'ldirib yuborsangiz ham olib bermayman. Unda erkakchasiga hal qilar ekanmiz-da. Menga farqi yo'q, yozib yubormasang bo'ldi. Don ziki. Mikromujik 1,5 million jackpot muborak bo'lsin endi. Olib bermayman. Olib berasan. Voy yigitlar, urushmaylar. Endi biz kelishib oldik-ku. Men pushtisini, men qizilni oladigan bo'ldim. Gal. Ayasi tortmaysanmi? Bitta erkakni tortolmasang, butun boshni ro'zg'orda qana tortasan, gangirmisan? Jonki o, sog'inib ketdilaringni o'ylab kelardim. Dadajon, kelishchi o'zi. Bitta chiqib ketdingiz-ku. Yosh oilaning o'rtasida yashayvering, propiskaga qo'yib beraman sizni ham. Kuyovim sharoitni zo'r qilib qo'yganda, oyoq tasdig'ida qara chiroyliligini. Ana. Meni sarshab. Ayasi, bu betchachig'imni yerda yotishini qara, sal e'tibor bergin. Uff! Nima bola, betingni tellab kelib artganmisan? Uff! Ayasi, qayerga borgansan? Bo'ldi, boshliq, ertaga 9:00 da Melisda ko'karib qolaman. Xo'p. Ayasi, uni yangi olgan bardovoy futbolkam bor-ku. O'shani ehtiyotlab dazmol qilgin, ha? Bo'lmasa ishdan haydalib ketaman. Xo'p, bo'ladi. Ayasi, dadang ketadimi, uyga ketmaydimi? Bo'lmasa biznikiga propiskaga yurib olsin. Biz boshqa joyga ko'chib ketaylik, dadangga shu uy qolsin. Kampirab kelib yashab yuradi maza qilib. Ha, jannatim kuyovim. Razmerimni qattan bildingiz? O'zimga ham birorta qo'sh olmabman, qimmatidan finkan ayasi. Shunda olmasa dadasi, yarashibdi, odajon chiroyli turibdi. Va qaynatam yomon meni big'illatyapti-ye. Qaraganda nima qilasan? Osmonga tupurib, qoringa tushirib yotaverasanda. Tezroq kiyinsang, tezroq bor. Ayasi, endi bunisi oshib tushdi. Dadangni qara, spalningizda yotibdimi? Voy dodey, dadamni jidcha erkaligini ko'tarolmasangiz, nima qilasiz? Men bilan yashab ajrashaman. Jidcha? Jidcha u qancha? Ajrash, meni ham mashatimga kel, tushundingmi? Seni deb emas, men tekinxo'r dadangni deb ajrashaman. Ha, ajrashing, men ham ajrashaman. Keyingi safar erga tekkanimda choch uzun chiroylisiga tegaman. Keyingi safar erga tekkaningda biz oilaga qo'shilib dadam ham suqilib yuradi deb erga tekki. Nima qizim, meni deb urushmayapsizlarmi? Xalaqit qilmayapmanmi, mabodo? Qani, Jahongirda raqsiga o'xshadimi? Onangimgida. Dadajon, nima qilyapsizlar? Ye, tilla chashki-yu, chashtaydan kepka o'sib chiqdimi? Kepkaning ustidan chach o'sib chiqdimi? Bo'ldi-da, endi dada sharmanda qilyapsizlar. Qari suyaklaringiz mo'rtlashib qolgan bo'lsa, 5 kunligingiz qolganmi, yo'qmi? Nima endi, Tayson bilan Saturnga o'xshamoqchimisizlar? Menga qara ona qizim, Saturnga ham, Taysonga ham meni aralashtirishma. Men armiyada xizmat qilganimda 83 kishiga starsda o'qiganman. Turnikda tortgan qilganimda 3 soat tushmas ekanman. Orqa salto o'tganimda jonim qizim, ventilator olib ketar ekanman. Bunaqa butulkalarni-chi, kallamda urib sindirar ekanman. Otam, qani mana butulka bitta ko'raylikchi? Shubha qilyapsizmi-ku? Sindiraman dedimmi, sindiraman. Lekin buni sindira olmayman. Tishimni ochaman. Tishi qolib ketdi-ku. Shavmanda. Ergash, to'xta Ergash. Voy, kuyom tishimda sindi voy. Bo'ldi, uvillarma, meni jiyanim Namanganning sentrida Sadaf degan klinika ochgan. Hozir tishlarini ani fil tishli qilib qo'yadi. Fil tishidi? Ha, yur ketdi. Yo'q, yo'q, kuyomni bopayman. Yuychi. Asan, ken to'xta. Sadat. Men kuyom voy. Yo'q-yo'q. Qiladi. Qoldi. Tushunmadim, tog'a nima deyapti? Tishini to'g'rilasanmi, shuni so'rayapti. Tishimi bomboyoq, tishini to'g'rilaymiz-da. Voy-ya! Şimdi Luizani tishini qilib qo'yding. Sadabjon o'g'lim, bu tishlaringga garantiya bormi, yo'qmi? Bitta garantiya bor. Endi temirda ham ishlab yeyveradi. Ana, o'shancha Sadabda baraka bor. Voy, onangni kim? Qur'on, nima bola, svarka qilyapsan? Meni jiyanim klinikasida har juma kuni 50% skidka bo'ladi. Biz sinovimizdan kelsa har kuni 10% skidka bo'ladi. Sadabga omad, ha? Qur'on, tez Toshkentga hayda. Kuyovimni masjidlarim bilan g'ajib olaman. Yandex qilmay, men o'lay. 30 yildan beri Yandex qilaman, ammo mana shu bitta to'nimda almashtira olmayman. Quyoshlar ham tuxumda pishiradigan bo'lib ketdi. Ana, bitam tayyor. Vizib tushdimi? Abid bir gap bo'lar, paputik qilib olaman yo'lda, ha? Ketdik issiqligini, ha?
Yandex chaqiruvdilar mullarim. Chiqinglar, qani? Assalomu alaykum. Studentkamisilar, ullarim? Ha, ota studentmiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisanlar? Bu narsani do'ndirib, o'rtag'imday, qurvonday. Xudo xolasa otaxon o'qishlarni bitirib, ota-onamizga uylarni sovg'a qilmoqchimiz, ha? O, ana, ishlarni bunday bo'pti, haq bo'pti. Sendachi jononim fikring bormi o'zingda? Uy sovg'a qilaman. O'zi kvartirada zo'rg'a turibmiz-ku. O'qib olim bo'larmidik. Otam, mana sizga o'xshab avtomat korobka Cobalt kreditga olaman-da, mana ikki muzeyda o'qib qo'yaman. Har kuni 500 ming, 600 mingdan kassalik qilib yuraveraman. Otam, nima dedingiz? Yandex qalay bo'lyapti? Nima? Yandexchi bo'laman, Yandexchi o'man, yozda to'n kiyib yuribman o'zi. Tushib turinglar-da bolalar, bunga Yandex qilish o'rgatib qo'yaman. Allo, dastlabkami? Hozir shogird bilan dastlabkani olib boraman-da. Yandexchi ko'rsataman sen menga. Barbeki burgerimjon bolalarim, biz Yandexdan dastlabki o'qib. Barbekudan mazali steak burger. Hop, Cola free. tayyormi? Juda mazali-da mana. Davomini o'qichi. 49 kilometr. Ha, ne soat ekan? 1,5 soat. Ketdik. Otam sizga o'rgataman. Chipuqa. Ana, yetib keldik, otam. Maza qiladigan joy kelyapti. Ho, akaga tush bo'ldi. Keldingizmi? Aka, mana dastlabki. Barbekü burgeri zo'rda. Sovib qolibdi-yu. 1,5 soat yurib keldim-da. Shu ishinglarni to'g'rilab qilmaysizlar-da, qancha bo'libdi o'zi? Ha, qancha bo'pti? Ayt. 4,5 ming. Mana 4 ming. Rozi bo'lasiz 500 ga. Voy, bunday qilamiz, qara. Ertadan avtomat karabka yangi Cobalt olib chiqib beraman. Yandexda bosasan, kuniga 700 ming, 800 ming shunaqa tushadi, xo'pmi? Yo, o'qiyman ota. Yo'q, o'qimaysan. Qo'lingga kitob uchagin, sindirib yuboraman. Yo'q, o'qiyman ota. O'qimaysan, o'qi deganda o'qimadingmi, o'qimaysan. O'qiyman. O'qiyman. Pul deb o'lib ketaman ekanda. Mana toycha odam 01 partiya qilib oldim. Endi birortasi yo'limni qisib ko'rsin. He? Qisyapsanmi deyman. Rizqmi? Onasini hamsa 01 da boshqacha bo'lsa kerak. Okey. Mincha pipalanasan, kelarding erta-petdaga. Hammommi bu, saunami? Aka start chaqirgan, startda konditsioner bo'lmaydi. O'zi menga bitta ham sog'odam minmaydi. Uka, bizga arava kerak edi. Hozir yuk tashish kerak edi, ozgina mashinani berib tur. Arava? Mana shu aravada o'ylamda baxyapman aka. O'zi issiq miyamni big'illatyapti. Siz ham tush ketavering. Mashina minmen men o'lay. Mashina minmen men o'lay ekanda. Otamiz zamonidan qolgan qo'shiq qo'ymasa, tuzukroq qo'shiq qo'ygan. Aka, bu radio. Chiqqan qo'shiqda eshitamiz. Asabga tegmay keting, iltimos. Zarda qilma menga. Qancha yaxshi bo'lsin gapiryapman. Telegramda Aura 8 da bot chiqqan. Instagram, Facebook, TikTok, YouTube'dan silka olib tashlaysan. Katta qilib tashlab beradi. Xohlasang 8 da konsert zal, xohlasang sekinlashtirib yoki tezlashtirib eshit. Tushundingmi? Ha, tushundim. O'zi basharaydan botga o'xshab turibsiz. Sen gap qilmaysan shekilli. Mashinani ahvolini qara. Qachon oxirgi marta yuvgansan? Bu yomg'ir yuvganmi buni? Tush endi uka. Yetib kelmadik-ku. Meni yetib keldi, tush! Sen ham odammisan, giniyda? Aka, kechiring. To'g'ri qildim. Uka, Yandexchilar bilan o'ynashma. Bittadan tupursa cho'kib ketasan, tushundingmi? Seni men odam qilmasam, it odam qilmaydi. Qurva. Nima qilyapsan? G'ami bilan, bir narsasi bilan deb ye. Qo'shiq aytamizki? Qoch, chimchiq so'ysam, chimchiq so'ysin. Hofizda iti bor. Vodiylik xushovoz xonanda Ro'shan Hofiz degani bor. Keling aka. Ye. Qara. Sher. Assalom. Ovozi burgutda ovoziga o'xshaydi. Mana shu xatmalarda, nahorlarda oshayotganda chollar yurish chanama yutoryapti. Ba'zimga o't qo'yaveryapti. Tandirda ichi nima, Ro'shanda ovozi nima bo'lib qolyapti. Xizmatlar bo'lsa bemalol vodiy bo'yicha, vodiyda eng zo'ri bo'lib turibdi pichog'i. Teskarigacha, sopigacha kesyapti pichoq hozir, ha. Turishidan bilyapti. Qara, simpatichni aka. Ishlaringizga omad mana. Profilni atmetga qilamiz. Toshkentga ham kelaverasizlar xizmatga. Kelishilgan narxda O'zbekiston bo'ylab. sahnani yondirishga va'da berasizmi? Va'da beramiz. Bo'ldi, akaga ishonamiz. Qo'llab-quvvatlanglar. Ro'shan Hofiz mana. Profilni atmetga qilaman aka. Bomba, o'zim maza qildim. Hey, dami yongir. Onger? Voy, o'ngir. Onger? Hey, 11da aber gangir. Hey, onang nemgir shogird bo'lmay. Ay, biz trend olyapmiz deb o'ylayapmiz. Va Instagramga yomon qiziqasan, lekin ustaga shogirdga tushgansan. Usta aka, Hey! anaqa mashina bor edi, tuzatish kerak. Ustaxonam o'zi bu? Yo aka, pajarniy bay. Ustaxonada ko'rmayapsizmi? Cho'tta ustaga o'xshamayapsizlar-da. Iya, nima ustaxonaga o'xshamaydi? Mana masalan, mashinaning eshigiga pilisoska o'rnatib berganman, qarab turing. Ana o'zi yopib oladi, qarang.
Mana shu mashinami? Aha, mana. Voy bo! Aka buni ustaga olib borish kerak. Siz usta emasmisiz? Men ustaman ha. 2 kunda keyin o'rgatilgan itdek qilib qo'yaman mashinangizni. Aqling kirammi sen o'zi? Usta, Ha. bol kerak emasmi? Nima edi endi bu? Qaydan olding? Bilmayman. Balon desam balondan ingichka. To'rala balon joyidami? Ha, kerak emas bo'lsa irg'ityapti. Qormanglar ustalar. Mashina bitib qoldimi? Mana mashinani egasini qara. 2 kundan keyin desam kreditga o'xshab bir pasda kelyapti. Ha? Eshigim qani? Ha, mashinani oldini urib olmadingiz? Ha, bu eshigingizni olib oldiga yemadim. Ha, naraqdagi eshigingizni bu tarafga olib o'tib qo'yaman. Naryoqqa biz bundan latta tortib qo'yamiz. Asabimni buzmasin, shogird ayt, bo'lmasa qilmayman. Ustozimni nimaga asabiga tegasiz? Ustoz! Akalar, hachabi mashinam bugun bitgandir. Yomon mijg'u kelindi ekan, bitta ekan mashinangiz. Ana. Iya, bu meni mashinam emas-ku. Mashinangizni odam qila olmadik aka, ichkarida turibdi. Undan ko'ra yangi mashina sovg'a qildik. Shogird tushuntir. Cherry Tiggo 7 Pro 1.5 turbina. Aha. 147 soatgacha. 360 kamerasi Ana bor. shunday. Panorama tom. Sidenalar isiydi. Zamonaviy. Voy dod! Yo'q. Agar birorta oshnangiz sizga havas qilsa, Cherry avtosaloniga boradi-da, 30% 60% gacha bosh to'lovini qilsa, 36 oyga bo'lib to'lasa bo'ladi. Undan tashqari mashinaga propan qo'ysanglar, kafolat saqlanib qolinadi. Ana. Usta, birov mashina berardik, egasi kelsa nima deymiz? Micha cho'chiysan, shuni egasi kelsa menga qarab, ustoz deb qo'y, shunga qarab, o'zim big'illataman. Bo'ldi? Ketdik. Usta, Cherry'mi tonirovkasi bitdimi? Yani keldi. Micha qo'rqasan, yur. Qani mashina? Usta? Usta? Micha usta deysan, erkakmiz, senga gapiryapti, o'zing rishad qil hozir. Yasin, 1 kilo kartoshka bilan piyozmidi? Olib boraman hozir, ha? Qani mashina? Aka, aniqa, eshigi yo'q, Damas borda, shu bo'lmaymi? Adashib ketdim.